ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Ular o'zlari taomni, molni yaxshi ko'rib tursalar ham ular miskinlarga, faqirlarga va yetimlarga beradilar. Bizlar ham bugun Muraqaba xayriya jamoasi olarak ko'rib turganinglar, mana bu joyga keldik. Bu yerni oldin ham tasvirlab sizlarga ko'rsatganmiz. Bu yerda taxminan 20 ta 25 tacha beva ayollar qoladi, albatta yetim farzandlaridan. Bularni otalari urushlar sababli, janglar sababli, bombardimonlar sababli janglarda shahid bo'lishgan, vafot etishgan. Shu sababli bu yerda onalari bilan birgalikda shu joyda yetim yosh bolachalar, qizchalar yashab istiqomat qilishadi. Bizlar ham ehson qilayotgan aka-uka opa singillarimizni kafolat mablag'lari bor, inshaalloh shularni bugun omonatlarni ulashtirib beramiz. Alloh taolo ehson qilayotgan, yetimni o'z qaromog'iga olayotgan, yetimni xursand qilayotgan birodarlarimizdan, aka-uka opa singillarimizdan rozi bo'lsin va ehsonlarni qabul qilsin. Agar sizlar ham mana shunday og'ir sharoitlarda yashayotgan bevalar uchun yoki yetim farzandlar uchun ehsonlarni, kafolat mablag'larini ulashtirishni istaylar, bizni aloqa manzillarga chiqishlar mumkin. Inshaalloh hozir omonat pullarimizni ulashtirib beramiz. Alloh taolo sizlarni bizlardan qabul qilsin inshaalloh. Bismillah. العوائق كلها ظلت